Sergelida narxlar ancha tushdi. Sekin-sekin yana tashayapti. Bunaqasi bo'lmagan. Lekin oluvchi kam. Mashinalar sotilyapti. Kamda. Shanba kuni soat 5 dan keyin rosa mashina kirardi. Endi hozir mashinalar kam kiryapti. Hayronman. Oddiy kunlari bitta borganda odam bo'lardi-da. Hozir oddiy kunlar kam bo'lyapti. Bilmayman nimani hisobiga. Lekin narxlar yaxshigina tashayapti. 2 yil, 3 yil, 5 yil oldinlari 500,000 dollar tushdi. Bunisida 3,000, 4,000 lab tushib ketib qoldi mashinalar. Qani endi mana oluvchilar kam. Lekin tushgani zo'r. Yana sekin-sekin tushyapti mashinalar. Endi uylardan xabarim yo'q, uylar narxi ham tushayotgandir. Hali uylarni reklama qilmadim. Lekin Sergelida odam kam. Ko'chalarda ham odamlar kamayib qoldi. Joninglar sog' bo'lsin, xonadoninglarda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Hamisha xursandchilik bo'lsin, martabalar bundan ham ulug' bo'lsin. Yaxshi radnoyam, zalatoyam yaqinim. Abduhol Mustaqil.